Oh. Men do'stlar, sizlar bilan men Artex Minecraft do'stlar, albatta kanalga obuna bo'lib, videoga like bosing. Biz bugun ham horror o'ynaymiz. Men bundan avval ancha videoni qildim, uni videoga olmadim afsuski. Men bu yerda uy qurib qo'yganman, biroz chala endi. Skeleton. Nima senga yaramas. Okey, skelet o'ltirdik. Men bu yerda biroz uy qurib qo'yganman. Men bu mirda bir adashmasam bir 3 soatlardan beri o'ynayapman. Bu qishloqda ham zo'rg'a topdim. Shuning uchun voy bularni olamiz. Okey. Biz bir divan qishloqda uydan olib kelib qo'ydim do'stlar. Qishloqda bitta uydan. Bu uyda bir anchadan beri yotibman. Yaxshi, biz horror mod hozircha ko'rinmayapti. Men eski modlarni olib tashladim. Sababi musor modlar edi. Biz oyna yasashimiz kerak do'stlar. Albatta oyna, uyimizda oynasi yo'q do'stlar, shuning uchun men tomni ham bir chala qilganman, to'liq qilib qo'yish kerak. Xo'p, bularda inventarim to'layapti do'stlar. Nima qilsam ekan? Hop, bo'lsa bu yerda men horror mod anaqa ko'rgandim. G'orlarda ishda bo'ladi, hali shaxtalar ishda. Shu yerdamikin deb kelirsa. Anaqa ekan. Wow! Yo'q. Qishloqqa jinnimi? Hali jarlikni ichida. Polas yo, let's go. Tugadi. Azel do'stlar, tugaman. Yo'q, shu yerda polis bormi do'stlar? Wow! Ey, kimsan? Men Tursunxonman. Sog' bo'lasiz. Skelet. Skelet. Voy, bilin. Uy, sol qol do'stlar. Temir ham bor ekan, keyin olib ketamiz. Voy, la'nat skelet bezor qilib tashadi. Oy. Ashta turib, qonimiz to'g'riza, voy, skelet kelyapti. Bu yerda bo'lmasga. Chiq. Ikkita jonim qoldi. Yo, brother. What the fuck? Xo'sh yerda. Floss. Jonim to'ldirib oldim do'stlar. Come on do'stlar, come on. Davay. Temas shekilli. O'ldimi? Tekshiramiz. Do'stlar, tekshiramiz do'stlar. O'lmabdi. Kim bu bola? Men Tursunxonman. Sog' bo'lasiz. O'lmabdi. Bo'ldi, o'ltirdik do'stlar. Yaxshi do'stlar. Temirlarni olish kerak. Biz do'stlar ko'mir, o'zimning biri ko'mirga kirgandim, adashmasam, anaqa oyna qilishga ko'mir qidirib kirganim, shu bilan ancha bobolarga aralashib qoldik do'stlar. Bu temir topgandik. Uni olishga chiqish qiyin bo'lyapti do'stlar. Dash yo'qotib ham qo'ydim. Ko'mirlar olaveramiz do'stlar. O'zingizlar nimaga gaplar do'stlar? Tinchmisizlar, sog'misizlar do'stlar? Albatta videoga like bosing, like kerak bo'lsa bunaqa. Biroz tosh blok olamiz. Okey do'stlar, okey. Boshqa qolmadi. Okey. Fakelni olaylik. Kerak bo'ladi. Chiq. Shu yerda ham bunaqa qilgan, shitillar. Nima deydi? Ferma ko'rkadiydi, nima deydi? Bu yerda ham yo'q, Minecraft ham bor. Fiskaga. Okey do'stlar, men qor chuqurroqga kirishga nima qildim? Duxum ko'tarilib ketgan. Unda bitta qizil narsa ko'rinyapti, nima bilmayman. O'rgimchak shekilli. Minecraftda qizil ko'zli nima bo'lishi mumkin boshqa? Okey. Bo'ldi, fakel qo'ydik. Do'stlar, o'rgimchak ekan do'stlar, o'rgimchak yo'qolib qoldimi? Horror basmagan do'stlar, men anaqa horror rasmlarda shu yerda ko'rgandim-da, mana shunaqa aniga nayzali g'orlarda ishda turadi, kulrang qaradir maxluq. Bo'ldi. O'ltirdik. Bu yerda svetmi, nima?
oltin. Yo'q, temir. Do'stlar, temir. Bu temirni olish kerak do'stlar. Temir kerak bo'ladi. O'zim sal nur tarab turibdimi temir do'stlar? Shunaqasi ham bo'ladimi? Bu yerni taxtga asolamiz. Atrofimni yopmasam yomon qo'rqyapman. Horror mod yo'q bo'lganda ham uncha qo'rqmasdim. Baribir o'zida anaqasi beradi do'stlar. O'zida nima deydi? Qo'rquvni beradi, o'zi atmosferasi, aurasi bor. Kirkam yo'q mana. Kirkam yo'q. Chirka. Okey do'stlar. Bu yerda yopib olishimiz kerak do'stlar. Biroz tosh olaylikmi? Toshli kirkaga mashina tosh bo'ladimi do'stlar? Bu bo'lmaydigan toshmi? Xo'p. Bu yer qo'rqinchliroq ekan do'stlar. Bu yerda yopamiz, bu yerdan zombi kirib qolsa, hali aftimizda basharamizni yorib tashlasa kerak. Chiqalab kelib qolmasin. Mana bu yerda bu narsalar ko'rinyapti. Fayklarni ovolaymi? Voy, zombi kelyapti. Zombi, ana suv tagida yuragan zombi. Ey, qani bloklarim meni. Alloh. 4 dona blok bor ekan. Yo'q, g'ish blok. Taxta blok ekan do'stlar. Oy, o'qtini yotib qo'ydim. Mayli, olsa bo'ladi. Xo'p, yopaylik. Yaxshi do'stlar. Tepada ham ochiq ekan. Tepada ham yopib kelaylik. Xo'r kelib xato qo'yildi. Okey do'stlar. Beni hozir yopmaymiz. Mana bu yopaylik bo'lsa cho'ta ancha qo'rqinchliroq ko'rinyapti do'stlar. Davay do'stlar, bu yerda menda shuncha loy bloklar bor ekan. Yo do'stlar. Okey do'stlar, qo'yib ham oldik. Bu yerda qo'rqinchli do'stlar, baribir o'zida aurasi beryapti do'stlar. Yopib qo'yaylik. Endi bizga toshli kirka kerak-da, temir ko'lashga. Bu toshlar bo'laydimi, yo'qmi do'stlar? Mayli, ko'laveraylik shu toshlarni. Hop, okey. Let's go baby do'stlar. Bu horror mod. Bo'lar ekan do'stlar. Let's go baby. Do'stlar, bir horror mod bak, horrorni ham ko'rsatmayapti do'stlar. Adashmasam 7 minutdan beri o'ynayapman bu. Dash 8 minutdan beri o'ynayapman. Chiqindi. Do'stlar, bir loch chiqib oldim. Xudoga shukr, qo'rqib o'tdi. Temla bir loch oldim, yugurdim do'stlar. Shunday qiyin bo'ldi yo'ldan chiqish do'stlar, ishoninglar. Qancha chuqurga kirib ketgan ekanman. Yo. Ana bu yerda ham temir bor ekan, mana yerda ham bor ekan. Do'stlar, bu ko'rinmayapti do'stlar. Nimagadir uncha qo'rqinchli bo'lmayapti do'stlar. Okey. Okey. Do'stlar, men tomimni yoqishim kerak. Uy tomida bir devorga tirmash chiqaradigan bo'lishi mumkin. O'sha narsa chiqa olmasligi uchun hormotda ko'rgandim, uchib yuradiganlari bor edi. Okey do'stlar, mana men bitirib oldim. Yo. Bola nima bo'lyapti? Hamma joy yashilmi? Kislota, galyapmi? Qattiq qarayapsan. Bola bu nima bu? Uni nima? Cho'chqami? Ha, cho'chqa ekan. Bola hamma joy yashil bo'lib ketdi. Menga ishasa qilmaydimi? Masa kerak. İş harakat var. Voy, yo'qol. Cho'chqa. Oblashular maxluq. Bo'lsa, voy. Gali ham qattiq qaraysan, chimmo. Ey. Maunda. Oblashular nima bo'lo? Yo. Bu mutansiyaga uchradi ekan do'stlar. Yo, bolalar. Mutansiyaga uchrash shekilli. Yomg'ir ham yog'yapti.
Qolgani tegmaydimi? Voy, kelyapti. Ha, marasma. U yerda bitta bor. Kelyapti, mayli. Bazamga borib olay. Voy, kelyapti hali. Ortiqcha blokni olamiz, sizlar. Mayli. Bilmadim endi. Xo'p, o'ynaymiz tayyor bitta. O'ynaylar yopmasam bu do'stlar. Uyni ichiga olib kiryapti shekilli. Uyni ichiga olib kiryapti shekilli. Uyda ichiga olib kiryapti deyman. Короче, uyni ichiga kirish olaymi ekan do'stlar, obunachilar? Xo'p. Tovuq. Yo, bro, tovuq. Bola, albatta like bosib qo'yish uchun menga kelyapti. O'yna. Qo'y. Qo'y. Ur. Qani boltam. Yo, bro. What the fuck? Bola, o'ltirib tashladi. Yo. Qani o'ltiraman men buni? Bolta. Da, to'qso. Yaxshi do'stlar. Do'stlar, qiyin bo'lyapti do'stlar. Menga qanada tushdi mana shu yerdan. Do'stlar. Buni qiyin bo'layapti ekan. Bo'laskan. Nima bu o'zi? Shu qo'y. Do'stlar, qo'y. No, mayli. Uxlaylikmi? Yo, do'stlar. Bu xo'rni ko'rmadim. Nima birorta kattaroq bo'lsa, do'stlar. Xo'p, mayli do'stlar. Men nega 6-tonim kiymaganman? Yo, kiyganman. Kiymaganman adashmasam. Kiydimmikan? Qarang. Kiymaganman. Galim nima? Ular o'ltirmayapti do'stlar. Tushunmayapman. Galim dushmanmi bizga obrashlar? Tushunmadim men. Nifiga. Bizga toshli qilish kerak, o'zimizning qilichimizda. Uroni kam qolibdi, anaqasi. Okey do'stlar. Do'stlar. Ana yerda creeper yuribdi do'stlar. Sandiqqa solay, ortiqcha narsamni solib qo'yaman. Yomon inventarim bu to'lib toshib ketdi, do'stlar. Nifiga. Okey bolalar. Sandiqqa qo'yamiz. Oy, creeper. Yo'qol siqar. Yo'qol. Yo'q. Uyam jinursan. Shuncha joy. Hayf bo'ldi. Creeper qattam keldi-ya, Flos. Arqa chiqib ketsam bo'laydi-ku. Asabiylashmiz do'stlar, asab buzmaymiz. Oddiy o'yin. Ne shu taxtam hayf bo'ldi, bilasizlar, shunga asabiylashyapman-da do'stlar. Mayli, e'tibor qilmaymiz. Hozir chiqib ketaman. Yo'q. Creeper. Yomasa bizding. Inamay qiraman. Bolalar jinnisin bu asab uzyapti. Mayli bu yer taxtadan qilib ikkitalik ish qilmasak bu nificha do'stlar. Bu yerga taxt olib keldim do'stlar. Okey. Taxtalar bor emas aksda. Okey bo'ldi. Xo'p. Taxta qo'yamiz do'stlar. Eshigimni ham raso olib ketdi-ya. Bu yerda endi do'stlar bir normal o'zimizga himoya qilmasak bo'lmaydi do'stlar bu.
Eshigimiz uyimizdan sal uzoqroqda bo'lishlari kerak. Mana shunaqa qilib darvozaxona deydimi? Mana shunaqa qilib qo'yamiz do'stlar. Okey bolalar. Mana shunaqa qilmasak bu xavfsizlikdan aqilmasak, ta'minlamasak o'zimizga do'stlar. Asab uchyapti. Quyoshmi? Yomon katta do'stlar. Quyosh kattaligida bolalar, nifiga. Bu horrormi yo shedermi? Lekin sheder qo'ydim, sheder cho'ta ishlamayapti. Yo bu ishlanadigan modida gigabayt yuklangan sheder. Menimcha ishlamaydi. O'sha quyosh bilan oyni katta qo'rdi. Oyni ham kechpayt ko'rsanglar, qushlardan ketasiz do'stlar. Vau, vashshi katta-da quyosh ham. Mayli bolalar. Xo'p. Taxtalar yasab olamiz do'stlar. Okey, bolalar, taxtalar yasab oldik. Let's go baby. Kech tushyaptimi? Mencha tez. Hozir o'zi uyg'ongandimi? Yo'q, unaqa emasmi? Shuncha yetsa kerak do'stlar. Bro. Men buni bir adashmasam 4 soatdan beri o'ynayotibman do'stlar. Bu yerda ham nima qilamiz? Mollar xavf tug'dirmaydi menga, mollar. Cho'chqalar lekin dush yomon ko'ryapman do'stlar, cho'chqalar. Yomon sabz yapti do'stlar. Bolalar, albatta videoga like bosib qo'yinglar do'stlar. Mehnatimiz do'stlar. Iltimos do'stlar. Xo'p. 2 minut qolibdi do'stlar. 2 minutdan keyin video tugatsak ham bo'ladi do'stlar. Uyda pilisos qilishim kerak. Hazlashdim, uyda pilisos qilmayman. Yo, bolalar, uyda pilisos qilaman albatta. Bo'ldi, e'tibor qilamiz do'stlar. Biroz Hop do'stlar. Okey. Bir minut. Bolalar, uyda ko'chada bir narsa turibdi. Anaqa. Eshiklarni qo'yamiz. Ko'cha chiqib keladi do'stlar, yo bu uxlaymi? Shit. Bro. Qashqida qolim meni. Okey. Let's go. Uxlayman men. Bolalar. Monsterni ko'rishim kerak. Kech payt bo'ldi. Menimcha kech paytda monster chiqsa kerak-ku. Bilmadim do'stlar, bilmadim. Даже boramiz. Jit kelim o'ltiryotibdi. Qishloqlarda. Anaqa jodugar qishlog'ida, jodugar. Sehrgar qishloq deyman, nima deydi? O'shani nifiga do'stlar. Monster. Yo, bro. Ey, qashqatela. Ay. Bro, nima bo'lo? Menga tashlab qo'ymaydimi? Bro, what the fuck? O'ltiradimi do'stlar, o'ltiradimi? Просто anima. What? Bola. Vashshi bro, bola nima bu? Nima qilyapti bu oxir bu? Bola qanaqadir g'alati. Oyda qaranglar, rasvo. Yo'q, hozir o'zim nima qilaman? O'zim qilaman. Yo. Hozir borib ulaveraman. Bolalar nasabimiz qanday olamiz? La'nat nasabimiz olamiz shekilli do'stlar. Do'stlar, hammangiz xayr do'stlar, videoga obuna bo'lib, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosinglar do'stlar, albatta. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Men buni ikkinchi qismini qilishimni qilmasligimni kommentga yozib ketinglar. Let's go baby. Hammaga rahmat. Video shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, albatta kommentga kirib o'rgimchak pavuk, chelavek pavuk maxluq deb yozib qoldinglar. Hamma xayr do'stlar, sog' bo'linglar.